Assalomu alaykum Xorazm ahli. Xudo xolasa bugun yangi kanal ochyapmiz. Xudo xolasa sizlardan shu podдержка tilab qolamiz. O'zim Bekmetov Temurbekman. Xudo xolasa Xanqadonman. Biogomos bo'yicha 6 yillik mutaxassisman. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha o'rganganlarimni, sinab ko'rganlarimni har bir ekinda sinalgan narsalarni hozirgi darajasida shu daraja ob'yomlarni kattalashtirib berdik. Biogomoslarni yetishtirish darajasini kattalashtirib berdik. Shuning uchun bugun sizlarga tanishtirib o'tamiz. Biz hozirgi manzilimiz Xanqon Madirdamiz, Duz sexini yanındamiz. Duz sexini yanında chorva fermerindamiz. Bu yerni 1 yil avval ish boshlaganmiz. Birinchi ish boshlaganimiz Xanqobodda uyimizda, undan keyingi kattaroq ob'yomni beda boshlaganmiz. Endi yurtdoshlar, Xudo xolasa bu biogomos poliyalarimiz bu. Hozirgi jarayonda ishlab turibdi biogomoslarimiz. Har birinde Xudo xolasa bir 100 tonnadan 3'sinde 300 tonna deyib mahsulot bor. Ondan tashqari hozirgi bu yer Xudo xolasa 1 yillik natija 300 tonna deyib. 300 tonnani içinde endi 300 nima deydi? Chuvalchang ham shu daraja ob'yomi katta. Undan tashqari biogomoslar ham katta. Hozirda Xudo xolasa ish polya şuradan dersini alamiz. Bu yerda darslar bor. Masalan, shu 50 molni boqadilar shuning o'zida fermada. Şuradan dersler chiqadi. Şura gelip bize de üzerimiz şu obработка etib, biogomos ettirib, bir yil davomida chiroyli biogomoslarni ettirib, shuningdek buğday atızlar, yorunca atızlar, uni izine şalı, undan tashqari poliz ekinlari, kartishka, pomidor, bodring, tarvuz, qovun, kadi hamma narsasini ishlab turibdi. Xudo xolasa bugun sizlarga shuni tanishtirib o'tamiz. Iltimos sizlardan shu kanalimizga bir podpiska urib, obuna bo'lib, Xudo xolasa chiroyli videolarni chiqaramiz. Bugun sizlarga tanishtirib o'tacakmiz. Bu yerda Xudo xolasa tez arada bir oyning ichida aylanadi. 300 tonna biogomos bu yerda chiqadi. Yurtdoshlar, undan tashqari bonimizda yana toza poliyamizni ham yo'lga qo'yapmiz. Bu yerdan Xudo xolasa 200-300 tonna biogomos poliyamiz bo'ladi. Bu YouTube kanalimiz yangi, shuning uchun o'zingiz bir podдержка qilib turasiz degan umiddamiz. Bu chorva fermerlarimiz ayniqsa kuzatib o'tirgan bo'lsa, chorva fermerlarimizda dars ko'p chiqadi. Shuning uchun ulara bir teklif, shuningdek bir ochiq maydoni bo'lsa, shunday bir turgan yeri bo'lsa, shuni chiroyli bezatib, taxlab, gerek bo'lsa shu noldan ta biogomos chiqish darajasini borinchasini o'rgatish ham so'z beramiz, qilib ham beramiz, joyida javob ham beramiz. Yurtdoshlar, Xudo xolasa chuvalchanglar zo'r holatda ishlab turibdi. Xohlasangizlar ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda fermadan chiqqan zagatopka darslar turibdi. Xudo xolasa bular aylansa shuni 10 dan o'tadi-da bular Xudo xolasa. Ayniqsa e'tibor etish kerak, biogomos ishlatadigan narsa darsning shunday sap-sariq bo'ladi. Buning ichida lishni qo'shimcha bo'lmaydi, chayasi bo'lmaydi, kuli bo'lmaydi, musor bo'lmaydi lishni. Shu darsni sari o'zi bor, tilladi. Shundan sifatli biogomoslar chiqadi. Bu anda Xudo xolasa biogomos ishlab turish jarayoni ko'rsatib o'tamiz. Chuvalchanglar holatini ko'rsatamiz yurtdoshlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu go'zallikka qarang, yaqinlashtirib ko'rsak, ining. Chuvalchanglar zo'r holatda ishlab turibdi. Ining. Hammasi chiroyli ishlab turibdi. Ining. Biogomos o'ta bir serdaromad. Xudo xolasa 6 yildan buyon shu sohani mahkam ushlagan holda Xudo xolasa qilib kelyapmiz. Qiziq videolarni nasib etsa xalqimizga sifatli ham foydali videolarni Xudo xolasa chiqarib boramiz. Agar shu videomizda kamchilik bo'lsa, undan uzr so'rab qolamiz. Kamchilik bo'lsa, gap so'z bo'lsa, murojaat etish uchun telefonlarimizni ham qo'yib o'tamiz. Dehqonlarimiz, fermerlarimiz, chorvadorlarimiz bemalol telefon uraversalar, doimo xalqning xizmatidamiz Xudo xolasa. Rahmat barchangizga, kuzatib boringlar. Xudo xolasa yaxshi videolarni chiqarib turamiz.